Assalomu alaykum hammaga. Cobalt avtomobilni korobkaga programma yozib turibmiz. Buni parollangan ekan. Parollaydigan ustalar bor. 1-2 qo'rqmay aytaveramiz. Bular 5 harfli bir nom bilan nomlab qo'yibman. Sizga savol: 1-harfi S, 3-harfi yana S, oxirgi harfi E. Bildingizmi nima bo'lgan? Ana shu kodlaydigan bolalar shunday deb aytiladi. Tak. Agar kim xafa bo'lsa kelaversin, kodlab o'tirgan bo'lsa. Ish kod ko'pincha Xorazm territoriyasida yuradigan ustalar uchun yordam. 1S24. Shuni terib ko'raverasizlar yana. Hozir yozib turibdi. Tak. Yarim oy issiq ekanda. İloji bo'lsa kodlamanglar. 150-170 millionlik mashina. Hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman, parollasha. Parollab o'tirgan odamning programmasidan zo'r programma yana birovlarda bor. Menikidan zo'r yana birovda bor. Ular urushi kerak. Egasi sizlarning xizmatlaringiz yoqmasa yana bir yerda bemalol milliy problemasiz programma yozdirib bilishi kerak-da. Shu sizlardan haya qilib qaytib borib o'tirmang deb boshqa yerga borsa yana ishi bitmasa bo'lmaydi-da. Qaytib pullarni so'rab turani yo'q, bor beringlar bo'lmadi bu deb. Bizlardan bor bunday imkoniyat, lekin kodlamiz. E'tiborlaringiz hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasiz.